Assalomu alaykum havolchi akalar, havolchilar yaxshimisizlar? Barcha obunachilar so'ragan narsalari, ya'ni kommentariyada o'qidim. Bitta modelni tushuntirib bering degan savollar tug'ilyapti. Podpishchiklarda. Bugun sizlar bilan men havolchi aka, ya'ni Jamshid va Beknazar bilan birga sizlarga boricha Julian avtomobilini 3 xil pozitsiyasini tushuntirib o'tamiz. Ya'ni birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya va uchinchi pozitsiya. Ko'rib turganingizda qora rangda terib qo'ydik. 3 ta pozitsiyani ham va sizlar bilan bugun Beknazar bilan hammasini tushuntirishga harakat qilamiz. Avvalambor bitta narsani so'rab qolardim. Kanalni rivojlanishi uchun bitta like, podpiska bosib qo'ysangiz juda xursand bo'lardim. Qani boshlaymizmi? Beknazar, xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek, aziz obunachilar, mana bu birinchi pozitsiyasi bo'ladi. Birinchi pozitsiyamiz bo'ladi. Hurmatli mijozlar, assalomu alaykum. Balonimiz 17 razmerda bo'ladi. Sakkiz diskalarimiz ham 17 mana razmerda bo'ladi. Oldiga keladigan bo'lsak, ko'rinishlari pashti bir xil, ko'ri tashqi jihatdan. Tepasiga keladigan bo'lsak, panoramasi bo'lmaydi. Hurmatli mijozlar. Oldiga keladigan bo'lsak, bokovoy kameramiz bo'lmaydi. Bunda demak, Beknazar 360 kamera bo'lmaydi, ha? Aha, 360 ga kamerasi yo'q. Aha. Yana bitta narsani sezdim, Beknazar. Bularda hammasi obunachilar e'tibor bering, orqa oynasi zakalonni, ya'ni zavodskoy bo'ladi, qoraytirilgan oyna bo'ladi. Ichlariga ko'rib o'tamizmi? Ichlariga bo'ladi, ichini bo'lsa. Keling, ichini ko'rib o'tamiz bu avtomobilni. Beknazar, endi ko'rib turganingizdek, bu avtomobilimizni birinchi pozitsiyasi ancha nisbatan farq qilar ekan, ikkinchi bilan uchinchi pozitsiyasi. Endi asosan farq qiladigani Beknazar tushuntirib berishingizni xohlardim. Nimalarda farq qiladi Beknazar? Jamshidga qarang, bu uncha katta farqi yo'q. Monitorimiz nisbatan ozroq kichikroq bo'ladi. Avtoparkovkasi bo'lmaydi. 360 gradus kamerasi bo'lmaydi bularda. Da, sezdim. Bu orqa kamera bo'lar ekan. Shunday. Tablolari ham analogiy sistema ekan. Shunday. Tabloda ham ozgina farq qiladi. Qarang, mana torpedasi nisbatan 2 bilan 3-pozitsiyaga qaraganda qattiqroq bo'lar ekan. Shunday. Da, 64 xil rangda ham yonuvchi sistemasi yo'q bo'ladi, to'g'rimi? 64 xil rang yonadiganimiz 3-pozitsiyamizda bo'ladi. 3-bilan 2-da. Adashmasam. Беспроводной zaryadkalar, aka, tak, 7 pog'onali avtomat korobka, xuddi shaybali bo'ladi. Xuddi shunday bo'ladi. Tak, ichlariga keladigan bo'lsa, yaxshi, juda zo'r. Panoramamiz bo'lmaydi. Panorama yo'q. Endi da atak hamma narsa zo'r. Ichi material salon. Shunday. Endi ikkinchi pozitsiyani ko'rib o'tamiz, aziz obunachilar, Beknazar bilan birga. Qani ketdik. Aziz obunachilar, ko'rib turganingizda birinchi pozitsiyani ko'rsatib oldik. Endi ikkinchi pozitsiyaga o'tamiz. Hozir endi Beknazar bilan birga ikkinchi pozitsiyasini ko'rib o'tamiz. Ko'rib turganingizda razmerlari bir xil, tashqi ko'rinishidan motor, ходовой sistemalar. Uje nima o'zgaradi desiz, birinchi ko'rishda uje diskalari, ya'ni 18 razmerda bo'ladi. Qani Beknazar, ikkinchi pozitsiyasini bitta tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi obunachilarga. Julian ikkinchi pozitsiyamiz balon razmeri 18 bo'ladi. Yumshoq balonda chiqqan, koreyskiy balonda. Bakolarimiz 360 gradus kamerasi bor bo'ladi. Ko'rib turganingizda panoramamiz ham bor ustimiz. Ichiga keladigan bo'lsa, tashqarisida boshqa jihatdan farqi yo'q. Ikkinchi pozitsiyamizda. Pashti 1 bilan 2 bir xil. Demak, mana 1, 2, 3-pozitsiya bir xil ko'rinishda bo'ladi. Bir xil ko'rinishda bo'ladi. Tashqi ko'rinishi bir xil. Bo'ldi. Bo'lmasa ichini ham bitta ko'rib o'tamiz buni ham. Bo'ladi aka. Qani, ketdik. Voydod deydigan salon ekan. Beknazar juda chiroyli salon, ya'ni oranji. Endi demak buni bilishim bo'yicha rangini ham tanlasangiz bo'ladi, to'g'rimi? 3 xil rangi bor bularda hozir. Qizil rangimiz bor, bardoviy, ya'ni oq bor, apelsin ranglarimiz bor. Endi o'zi odamning o'zi tabiiga qarab rangini tanlasa bo'ladi. Tanlasa bo'ladi. Shunday, torpedasi ham yumshoq. Nisbatan. Uje birga qaraganda ancha yumshoq bo'ladi. Da, aziz obunachilar, sezyapsizlarmi? Uje narxiga qarab komplektatsiyasi ham o'zgarib ketaveradi demak. Shunday. Yana nimalarda farq qiladi? Monitorimiz ham nisbatan biriga qaraganda ancha kattaroq. 360 gradus kamerasi bor. 2 zonali klimat kontrol desak bo'ladi. Shunday, 2 zonali. Rullarimiz qizdiradi, elektronniy bo'ladi rullarimiz. Demak, bularning ham o'zini rejimi bo'lar ekanda. Shunday, cruise control, hamma narsamiz bor. Tablo keladigan bo'lsa, elektronniy bo'ladi tabloyimiz ham. Da, to'g'ri, sezdim. Uje tablosi ham o'zgaryapti. Elektronniy bo'ladi shunday. Panorama, obunachilar, uje ikkinchi pozitsiyasi panorama. Qanaqa komfort bu? 64 xil rangda yonadi, полностью. Shunday. Беспроводной zaryadka, 7 pog'onali avtomat korobka. Demak, siz hozir 2 zonna klimat kontrol deganingiz, ya'ni men o'zim tomonga sovuq, siz o'zingiz tomonga o'zim issiq tarafdan chiqarsam bo'ladi. Juda zo'r, juda zo'r. Isitish sistemasi qanaqa? Misol uchun o'rindiqlarda. O'rindiqlar ham qiziydi. Polni, orqa, oldi qiziydi. Men tomoncha, misol uchun. Siz tarafni xohlasangiz sovutib qo'yib, xohlasangiz men tarafni isitib qo'ysam bo'ladi. Juda zo'r. Bu bilishim bo'yicha sidenkalar perforatsiyalangan, ya'ni terlatmaydi, to'g'rimi? Ikki ko'chadan olingan. Da, torpedalari juda yumshoq, zo'r. Endi 3-pozitsiyasiga o'tamiz. Qani ketdik.
Mana endi 3-pozitsiyasini ko'rishga ham keldik. Beknazar, endi bu 3-pozitsiyasi tashqi ko'rinishdan bir xil o'xshaydi, lekin ba'zi odamlar so'rashyapti, nima farqi bor? Bu tashqi jihatdan unchalik ko'p farqlarimiz yo'q. Oldi sensor datchiklarimiz bo'ladi 3-pozitsiyada. To'xtang. Shunda bunda 3-pozitsiyasida partronik bor. Shunday. Mana ikkida yo'q. Ikkida yo'q. Mana birda ham yo'q, to'g'rimi? Shunday. Bu partronik bor ekan. Yana farqi nimada? Beknazar. Yana farqlarimiz oldi laboyda kameramiz bo'ladi. Palasa udarjeniya bu. Bu kamera nima uchun xizmat qiladi? Bu palasa ushlab ketadiganimiz. Palasa bu avtotarmojenalar uchun, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Hamma narsa, misol uchun oddiy lidar desak ham bo'ladi. Demak, mana 2-pozitsiya aziz obunachilar, 1-pozitsiyasida, 2-pozitsiyasida oldida laboyda kamera bo'lmas ekan. Beknazar juda yaxshi tushuntiryapti. Endi diskalari ham 2 va 3-pozitsiyasi bilan bir xil bo'ladi. Tashqi bir xil. To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi. Endi buni tashqi ko'rinishdan hech qanaqa farqi yo'q desangiz ham, ancha farqi bor ekan. Beknazar. Endi ichiga kelamizmi? Ichiga kelamiz, marhamat, ichini bo'ldi, qani ichini tushuntirib o'tamiz endi. Mana aziz obunachilar, 3-pozitsiyasiga ham o'z nihoyasiga kelyapti videomiz. Ya'ni 3-pozitsiyasiga ham yetib keldik demoqchiman. Endi 3-pozitsiyasida ichida qanaqadir o'zgarishlar bormi 2ga 1ga nisbatan? 3-pozitsiyamiz o'zgarish juda ham katta bor aka. Masalan, bir xil odamlar parkovka qila olmasligi mumkin. Yangi masalan shopirlarimiz. O'shalar uchun parkovka o'zini parkovka qiladi yo o'zini parkovkadan chiqarish xizmati bor. Bo'ldi, uje qo'shilyapti, to'g'rimi? 3-pozitsiyasi qo'shilyapti. Head-up displeyimiz bor. Head-up displey qo'shilyapti, demak. Head-up displey aziz obunachilar, bilganlaringizda, misol uchun, labovoyga ketayotgan paytingiz chalg'itmas uchun labovoyga qaramay, boyaga tabloga qarash shart emas. Labovoyda sizga hamma informatsiyani yoritib ketadi. Ya'ni proyeksionniy bo'ladi. Endi ichki ko'rinishi 2-pozitsiya bilan bir xil go'yo, lekin baribir farqlari bor ekan. O'zini-o'zi parkovka qilish, head-up displey, labovoylarda kamerasi. Bu kamera xizmati endi oddiy tushuntirganda sizlarga полоса удержания, avtotarmojeniya, o'zini-o'zi parkovka qilish rejimlari, oldida partronik sensor datchiklari. Endi bunda ham besprovodniy zaryadka, 910 klient kontrol, tushunishim bo'yicha to'g'rimi? Beknazar 64 xil rangda yonadi. Elektriskiy tormoz, avtohold, rullarning o'zining rejimlari bor. Endigi safar bunga endi e'tibor beradiganimizda 2-pozitsiya bilan 3-pozitsiya juda o'xshash ekan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi, endi bu mashinalarni orqasidan ko'rsatib beramiz, ya'ni bagajnik tarafidan. Bo'ladimi? Bo'ladi. Qani ketdik. Aziz obunachilar, endi bu Julian avtomobilining 3-pozitsiyasini ham ya'ni orqa qismini, bagaj tarafini ko'rib o'tamiz. Qani, mana 3-pozitsiyasidan boshlaymiz. Orqa qismida bu orqasiga keladigan bo'lsak, aka, orqasi pashti 1, 2, 3-pozitsiyamiz orqasi pashti bir xil. Hech qanday o'zgarishlarimiz yo'q aka. Bo'ldi. Orqa partronik bor, shunday. Hammasida bor, bu tushunarli. Endi bitta ochib ko'raylik. Qani? Bo'ladi. Mana bu 3-pozitsiyasi. 3-pozitsiyamiz. Da. O'zini zapaskalari va hamma instrumentlar bor. Yaxshi. Endi 2-pozitsiyasini bitta ochib ko'ramiz. Aziz obunachilar, qanaqadir farq sezgan bo'lsalaringiz, aytib kommentariyada yozib qoldirishingizni so'raymiz. Mana, pashti bir xil, hamma narsasi bir xil. Mana oxirgi 1-pozitsiyasini ochib ko'ramiz. Qani keling, Beknazar. Da, bir xil. Beknazar, hech qanaqa farqi yo'q. Shunday. Bir xil ekan. Aziz obunachilar, tanlov o'zingizda Julionni 1, 2 yoki 3-pozitsiya. Keyingi bloklarimizda, ya'ni videolarimizda qaysi bir modelni olib chiqishimizni istagan bo'lar edingiz, shuni kommentariyaga yozib qo'ying. Yana bir bor eslatib o'taman, Beknazar bilan bugun sizgalikda oddiy jaydaricha tushuntirishga harakat qildik ikkalamiz. Beknazarni ham endi o'zi menejer, sotuv bo'lim menejer. Kelaverasizlar, bemalol mashinalar ko'p bizda va keyingi videolarimizda qaysi modelni olib chiqishni istagan bo'lar edingiz, shuni ham kommentariyada yozib o'ting. Bitta sizlardan like va podpiska so'rab qolgan bo'lar edik. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Havolchi aka, har doimgidek va Beknazar. Hammaga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.